Assalomu alaykum qadrdonlar. Yana bitta obyektimizga keldik. Bu obyektimiz Tuzilda joylashgan 6 sotixlik uchastkamiz. Bu yerda qilinib turgan ustamizning katta glavniysi Aktamjon bo'ladi. O'zi boshqash bo'lyapti bu yerga. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bu yerda qilayotgan ishlarimiz 20 kun bo'ldi boshlaganimizga bu yerda. Bu yerda hozir katlavallarni ko'ylab, uni naqalarini karkasdan to'qib, hammasini chiroyli qilib imtihos yetkazdik. Hozir bu yerga filta birinchi etajimizga filtalarimizni bosib oldik. Mana ishlarni ham tushirib, endi birinchi etajni boshlaymiz. Aktamjon bu yerga necha semen ishlan, necha markali semen? Bu yerga hozir padushkamizga 250 oldik, stenamizga 300 markali butun oldik. 300 markali. Armaturalar qanday ishlandi? Armaturalarimiz, kolonnalarimiz 16 talik ketyapti. Padushkalarimiz ham 16 talik ketyapti. Sesmalarimizga 12 kilik armatura ishlatyapmiz. Kolonnalarga nechta qator qo'yilyapti? Kolonnalarimizga 4 ta qatordan qo'yyapmiz. Yetadi va O'sha yetadi. Har qanday analizga ko'tarib beradi. ishimizga javob beramiz. Ishga javob beramiz. Ishlar ko'p-ko'plar chiroyli holatda o'tyapti. Kimga shunday noldan qurish kerak bo'lsa, yaxshi ustalar qidirib yurgan bo'lsa, xizmatga tayyormiz. Aloqaga chiqinglar. O'zimiz noldan qurib, polni podkulush topshirib beramiz. Har qanday yo'nalishda firmamiz ham bor, firma bilan ham ishlayveramiz.